Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan foydali uz kanali. Xo'p, bugungi videomizda biz o'sha ko'p odam tanigan, ko'p odam tanimagan Terraria o'yinini o'tkazish harakat qilib ko'ramiz. Xo'p. Yana qaysi o'yin deyapman mana. Mana shu o'yinni o'tkazish harakat qilamiz. Va bu pullik, lekin biz pulsiz o'tkazamiz. Qayerdan? Va albatta Google'dan. Xo'p. Mana Terra Xo'p, mana Terraria. Xo'p. Endi bunga download so'zini yozib qo'ysak, xo'p, mana Updown saytidan yuklaymiz. Xo'p, mana shu yerdan download ochilsin, ashitdi. Xo'p. Reklama. Xo'p, mana Xo'p, mana Updown o'tyapti. Updowndan esa Terraria o'yinini o'tkazamiz. Xo'p. Xo'p, mana Updown ham o'tdi. Xo'p. Ozgina qiyinroqchi mumkin, lekin emas, nimagaligi sababi ayni men telefonim yaxshi telefon emas. Xo'p. Necha ko'p dedingiz deganlar bo'lsa kommentariyaga yozsin. Xo'p. Yana xo'p deyman, xo'p deb. Ozgina o'tishini kutamiz, chunki aytganimdek men telefonim uncha emas, yaxshi emas. Telefonimning nomi Galaxy M20. Xo'p, o'tay deb qoldi. Hozir o'tsa, men mana shu ilovadan Terraria o'yinini qanday qilib o'tkazishni ko'rsataman sizlarga. Mana bo'ldi, o'tdi. Xo'p, ochish. Kirmaganligini sababini bilasizlar. Xo'p. Qatib qoldi. Telefonim yaxshi emasligi chatog'di. Hamma narsani tozalab bir boshqatdan Updownga kirish kerak. Updown aka. Qisqartirilgan shakli Updown. Albatta akkaunt ochish kerak. Akkaunt ochmasa kirmaydi. Xo'p, hozir chiqsa kerak. Xo'p. Ozgina bug bo'lib turadi. Bo'ldi. Chiqib ketma. Kiyimim tegib ketdi shay. Xo'p. Terraria. Hop. Qasikin endi bittadan ko'p ekan-ku. Mana birinchisi bo'lsa kerak. Mana shu birinchisiga. Hop. Hop so'zini yomon ko'p aytdim. To'g'rimi? Sana 1
kommentariyaga yo'qoli yoshlarni xayolini buzmasan, reklamalar qilinglar. Vau. Reklama ham shunaqa bo'lib ketganda hozir pul ishlash kerak-ku. To'g'rimi? Yo'q, bu qanaqa rasm? Normal rasm ekan, lekin farqini topshagan yo'q, bo'ldi. Bo'ldani. Xo'p. Nega yana xo'p? Nega chiqib ketdim men hozir? Xo'p, shu to'lgandan keyin terrariya o'tadi. Sizlar bilan foydali kanal bo'ldi. Videoga like bosib, obuna bo'lishni unutmang. Xayr.